Bir narsani aytaman, ko'pchilik buni kech tushunishadi. Qurilishda katta pulni noto'g'ri qurgan odam emas, balki noto'g'ri pudratchi tanlagan odam yo'qotadi. Loyiha chiroyli boshlanadi, narx kelishiladi, qo'l beriladi, ish boshlanadi. 5-6 oydan keyin esa smeta 2 barobar oshgan, muddat kechikkan va hech kim javob bermayapti. Men buni ko'p yillardan beri kuzataman va bugun ochiqchasi gapirmoqchiman. Nega odamlar oxir-oqibat yana United Buildingga qaytib kelishadi? Maqtanish uchun emas, balki siz keyingi loyihalaringizda xato qilmasligingiz uchun. United Building bosh pudratchi kompaniya bo'lib, 2020-yilda tashkil topganmiz. Hozirda bizda 300 dan ortiq ishchi xodim va 16 dan oshiq yirik loyihalarni o'z vaqtida topshirganmiz. Lekin men raqamlardan boshlamayman, balki muammolardan boshlayman. Chunki biz o'sha muammolarni bartaraf etish uchun tashkil topganmiz. Bozorda nima bo'ladi? Bir kompaniya poydevorni, ikkinchisi monolitni, uchinchisi pardozni qiladi. Har biri o'z qismini yaxshi biladi, ammo butun bir bino uchun hech kim javob bermaydi. Va aynan shu oralikda pul, vaqt va sifat yo'qolishni boshlaydi. Biz boshdanoq qaror qabul qilganmiz. Hammasini o'zimiz quramiz. 9 ta yo'nalish, geodeziyadan pardozgacha bir jamoa bo'lib. Mijozlar United Buildingni tanlashining birinchi sababi nima? Tasavvur qiling. Siz bino quryapsiz va sizda bitta telefon raqami bor. Bitta odamga qo'ng'iroq qilasiz. Hamma narsani bitta odamdan bilasiz. Poydevormi, pardozmi, muddatmi, hammasi bitta odamdan keladi. Ko'pchilikda esa bunday emas. Muammo chiqsa, pudratchilar bir-birini ko'rsatishadi. Bu mening ishim emas, u qilgan deyishadi. Va o'rtada siz buyurtmachi qolasiz. Bizda bu mening ishim emas degan gap yo'q. Bino bizning ishimiz, boshidan oxirigacha. Mana shuning uchun mijozlar biz bilan xotirjam bo'lishadi. Biz bilan ishlagan ko'p odamlar shunday deydi. Siz bilan tunda tinch uxlaymiz. Bu biz sotadigan eng yaxshi narsa, ya'ni xotirjamlik. Narx masalasichi? Ko'pchilik qurilishda smeta oshib ketishdan qo'rqadi. To'g'ri, qo'rqadi. Chunki qurilishda eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. Boshida bir narx beriladi, oxirida boshqa narx chiqadi. Bizda o'zgarmas smeta tamoyili bor. Boshida bergan narximiz oxirida ham o'zgarmasdan qoladi. Sizda qanaqasiga degan savol tug'ilishi mumkin. Juda oddiy, lekin qiyin. Biz har bir raqamni boshidan hisoblaymiz. Har bir metr, har bir kubometr, har bir ish kuni. Bizda taxminan degan gap yo'q. Biz har birini isbotlab, hisoblab aytamiz. Shuning uchun bizda kutilmagan surpriz bo'lmaydi. Mijoz boshidanoq biladi. Chunki investor uchun eng yomon narsa kutilmagan xarajat. Sifatni qanday kafolatlanadi? Har kim biz sifatli ishlaymiz deydi. To'g'ri, sifatli ishlaymiz degan so'zni o'zi hech narsani anglatmaydi. Muhimi qanday tizim bilan ishlashga bog'liq. Bizda har bir ish topshirilgunga qadar 5 bosqichli tekshiruvdan o'tiladi. Keyin hajm o'lchanadi va hujjatlashtiriladi va qurilish rahbari tekshirib oladi. Undan keyin rahbardan tashqari bo'lgan sifat nazorati bo'limi tekshiradi va shundan keyingina mijozga topshiriladi. 5 ko'z bitta ish. Aynan shuning uchun bizda keyin tuzatamiz degan ibora yo'q. Chunki keyin eng qimmatga tushadigan so'z. Bir marta to'g'ri qilish 2 marta qilishdan har doim arzonroq. Va eng muhimi, biz buni hujjatlashtiramiz. Og'izda aytilgan so'z unutiladi, yozilgan o'lchov qoladi. Mijozlar United Buildingga qayta murojaat qiladimi? Bu men eng faxrlanadigan narsa. Bizning eng yaxshi reklama takroriy buyurtma. Masalan, Murod Building bilan Nesvan loyihasida premium pardozni eng qisqa muddatda yakunladik. Ko'pchilik buni imkonsiz dedi. Biz muddatni ham, sifatni ham buzmadik. Natijada mijoz keyingi loyihalarni ham bizga ishonib topshirdi. Yoki Murod Buildingning yana bir loyihalaridan biri. Soy bo'yida 26,000 kubometr monolit ishlari muvaffaqiyatli yakunlangan. Belgilangan muddatda o'zgarmas hisob bilan. Golden House, Century Development, Mimar Group. Bularning hammasi bir kunda kelmagan. Bu yillar davomida qurilgan ishonch. Ishonchni reklama bilan sotib bo'lmaydi. Uni faqat har kuni halol ish bilan qurib bo'ladi. Kimlar United Building bilan ishlashi kerak? To'g'risini aytaman, biz hammaga mos emasmiz. Agar kimdir eng arzon narxni qidirayotgan bo'lsa, sifat va muddatni o'ylamasa, biz ularga mos emasmiz. Biz eng arzon emasmiz. Lekin agar siz loyihangizni jiddiy qabul qilsangiz, ishonchli sherik istasangiz, kutilmagan muammolarsiz, aytilgan muddatda va narxda bino qurmoqchi bo'lsangiz, mana o'shanda biz to'g'ri tanlovmiz. Biz nafaqat binolarni quramiz, biz aniqlik ustiga qurilgan ishonchni quramiz. Agar siz hozir yangi loyiha rejalashtirayotgan bo'lsangiz, investormisiz, developermisiz yoki o'z binongizni qurmoqchimisiz, bizga murojaat qiling. Birinchi suhbat va konsultatsiyamiz bepul. Biz loyihangizni ko'ramiz, halol baho beramiz va aniq aytamiz, qanday, qancha muddatda va qancha narxga. Hech qanday majburiyat yo'q, shunchaki gaplashamiz. Lekin men ishonamanki, o'sha bitta suhbatdan keyin nega odamlar United Buildingni tanlashini o'zingiz tushunasiz. Quyidagi telefon raqamlarimiz va havola. Bir qadam tashlang, qolganini biz birga quramiz. United Building birga quramiz.